Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Abduqodir Husanov Yevropa Chempionlar Ligasining eng tezkor futbolchisi bo'ldi. O'zbekiston himoyachisi 35,8 km/soat tezlik qayd etdi. Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov Chempionlar Ligasining ushbu mavsumdagi eng tezkor futbolchisi sifatida e'tirof etildi. Bu haqida CS ma'lumot tarqatdi. Unga ko'ra, o'zbekistonlik futbolchi 35,8 km/soat tezlikka erishgan. Ushbu reytingda u Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe 35,67 km/soat bilan, Liverpool favoriti Ugo Ekitike 34,91 km/soat bilan hamda jamoadoshi Erling Haaland 34,87 km/soat bilan ortda qoldirdi. Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanovning tezligidan Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe ham hayratda qolganligi va Kylian Mbappening shaxsan o'zi Abduqodir Husanovni Real Madridga taklif qilganligi va uni olib kelish kerakligi to'g'risida ham gap-so'zlar tarqalgan ekan do'stlar. Bu qanchalik to'g'ri bilmayman, ammo manbalar ham bekordan bekor yozmasa kerak. Manchester City esingizda bo'lsa, umumiy bosqich yakunlariga ko'ra Chempionlar Ligasida eng yaxshi 8 talikka kirib olgandi va ular play-offdan ozod etilgandi. Hozirda esa hamyurtimiz Abduqodir Husanovdan yaqindagina intervyu olishganda aynan mana shu intervyuni tahlil qilib borayotgan cityextra.com.ug sayti ekspertlari javob tayyorlashdi. Savolda shunday deyiladi: Abduqodir, sizga markaziy himoyada o'ynash yoqadimi yoki qanotda o'ynash? Abduqodir Husanov markaziy himoyada o'ynash deb javob berdi. Hamyurtimizning ushbu javobiga berilgan cityextra.com.ug sayti ekspertlari javobini O'zbek futboli kanalimiz uchun ushbu manbaning tahliliy ma'lumotlarini o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola qilishni ma'qul topdi. Abduqodir Husanov 2025-yilning 20-yanvarda Lansdan 33,5 million funt sterling evaziga Manchester Cityga o'tayotgandan so'ng Pep Guardiola qo'li ostida yaxshi taassurot qoldirdi. U himoyadagi inqirozlar kuchaygan paytda jamoaga kelib qo'shildi va shaharliklar safida ilk 12 oy davomida barcha musobaqalarda 32 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Husanov Angliyaga kelgandan beri bir necha kun o'tib asosiy tarkibdagi ilk o'yinini Chelsiga qarshi o'tkazdi va uchrashuv boshlanganidan 3 daqiqa ham o'tmay xatoga yo'l qo'ydi. Bu xato natijasida Noni Madueke o'yin boshidayoq londonliklarni hisobda oldinga olib chiqqan edi. Shu vaziyatdan keyin o'zbekistonlik futbolchining o'yini yaxshilanib bordi, ammo 54-daqiqada Husanov tajribali Jon Stonesga almashtirildi. Shundan keyin u o'zini to'liq tiklab, barcha kutilmalardan ustun chiqdi. Abduqodir Ruben Dias va Yoshko Gvardiol kabi himoyachilar uchun juda qobiliyatli va ishonchli zaxirachi sifatida o'zini namoyon qila oldi. Joriy mavsumda esa 21 yoshli o'zbek himoyachisi Angliya Premyer Ligasi, Mamlakat Kubogi, Karabao Kubogi va Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida 22 ta uchrashuvda maydonga tushib, jami 1589 daqiqa harakat qildi. Manchesterliklar mana shu 4 ta nufuzli turnirning barchasida ishtirokini davom ettirmoqda. Josep Gvardiola jamoasi Premyer Ligada 2-o'rinda bormoqda. Liga Kubogi finalida, Angliya Kubogining 5-bosqichida va Chempionlar Ligasining 1/8 finaliga chiqqan. Bu mavsum Jon Stones ayni paytda doimiy asosiy tarkib futbolchisi emas. Jarohatlar sabab u markaziy himoyachi va qanot himoyachisi sifatida kamroq o'yin vaqtiga ega bo'ldi. Shu bilan birga Matesh Nunes o'yin himoyachi pozitsiyasida mustahkam o'rnashib olgandek ko'rinmoqda. Joriy yilning yanvarida Manchester City himoya chizig'ida yana kadrlar inqiroziga duch keldi. Chelsiga qarshi 1-1 hisobida tugagan o'yindan asosiy markaziy himoyachilar Yoshko Gvardiol va Ruben Dias jarohat oldi. Bu klub rahbariyatining akademiya tarbiyalanuvchisi Max Allayni Woodforddan ijaraga chaqirib olishga majbur bo'ldi. Ya'ni shuningdek, klub Crystal Palace'dan Mark Gehini olish uchun 20 million funtlik transfer amaliyotiga qo'l urishga majbur bo'ldi. Jarohatini davolayotganlardan Ruben Dias va Jon Stones safga qaytdi va uchrashuvlarda ishtirok eta boshladi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Jon Stones mavsum oxirida erkin agent sifatida klubni tark etadi. Nathan Akening shartnomasi
kelasi mavsumdan keyin tugaydi va uning ham kelajagi mavhum ostida. Klub rahbariyati qaroriga ko'ra Max Allen esa jamoada qolib, kelasi mavsumda asosiy tarkibga to'liq qo'shilishi taxmin qilinmoqda. Mavsum oxiriga kelib City himoya chizig'ida yana kuchli himoyachilar yetarli darajada ko'payyapti. Josep Gvardiola ixtiyorida Ruben Dias, Yoshko Gvardiol, Jon Stones, Nathan Ake va Max Allen bo'lsa, Abduqodir Husanov jamoa integratsiyasida qaysi o'rinni egallashi haqida savol tug'ildi. Bu masalada Manchester Evening News nashrining Manchester City bo'yicha eksperti Samoyon Baykovskiy oydinlik kiritdi. Uning ta'kidlashicha, o'zbek yulduzi o'zi uchun ideal pozitsiya sifatida tanlangan markaziy himoyada muhim rol o'ynaydi va yetarlicha o'yin vaqtiga ega bo'la oladi. Chunki Manchester City kelasi mavsumda ham yana barcha frontlarda kurash olib boradi. Shuningdek, Manchester City bosh murabbiyi Josep Gvardiola Abduqodir Husanovning Angliyadagi hayotiga moslashuvi jamoada muhim ahamiyati va kelajakdagi uni yorqin faoliyat kutayotganiga ishonishi haqida katta mas'uliyat bilan gapiradi. Bundan kelib chiqib, Ruben Dias va Jon Stones safga qaytgandan keyin ham jamoa bosh murabbiyi mavsumning hal qiluvchi qismida tarkibdagi eng ishonchli markaziy himoyachiga aylanib borayotgan Abduqodir Husanovga tayinishi shubhasiz deb yozdi cityextra.com.uk sayti eksperti Vayam Lahoti. Qadrli do'stlar, cityextra.com.uk sayti eksperti do'stlar haqiqiy Manchester City xabarlarini yoritib boradi. Men esa ularni sifatli qilib o'zbekchaga tarjima qilib sizlarga taqdim etdim. Do'stlar, mehnatim uchun iltimos kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hamyurtimizga albatta kommentariyada omad tilab qolamiz do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.